Assalomu alaykum web dasturlash ishqibozlari. Bugungi 3-darsimizda doctype, html, head, body meta taglarni o'tamiz. Boshladik. Doctype bu HTML hujjat turi e'lon hisoblanadi. Bu sahifa qaysi HTML qoidalari bo'yicha yozilganligini bildiradi. Demak, eng ko'p ishlatiladigan doctype HTML ekan. Bu degani yozilayotgan sahifa HTML5 standartlarida yozilganligini bildirar ekan. Brauzer sahifani to'g'ri va zamonaviy tarzda ko'rsatadi. Agar doctype HTML yozilmasini demak doctype HTML yozilmaydigan bo'lsa, bu yerdagi brauzer ochayotgan kodlarni demak eski rejimda, quick mode rejimiga o'tib qolar ekan. Demak, eski rejimda o'qir ekan. Va bu birmuncha xatolar keltirib chiqarar ekan. Mana misol uchun deylik, ayrim HTML qoidalarida, standartlarida demak qattiq rejimlar o'rnatilgan, ya'ni taglarning katta kichikligiga e'tibor berilgan. Misol uchun deylik, bu yerda katta harflar yozilgan, bu yerda kichkina harflar yozilgan. Bu mumkin bo'lmagan. Misol uchun HTML bu yerda katta harf, bunisi kichkina harf, bu yerda katta harf yozilgan bo'lsa, demak cheklovlar o'rnatilgan. Yana bitta standartida esa HTML sahifada faqat HTML taglar, CSS sahifada faqat CSS faylda esa faqat CSS ga mos parametr yozilishi belgilangan, ya'ni toza kod g'oyasi ilgari surilgan. Ayrimlarda esa HTML ichida ayrim stillar berish mumkin bo'lgan, ayrimlarda esa berish mumkin bo'lmagan. Demak, standartlar mavjud ekan. Keyingisi HTML hujjat sahifasi qobiq hisoblangan. Demak, shu HTML so'z bilan boshlanib, HTML so'z bilan tugashi shart. Demak, bu HTML sahifa bo'lsa, demak, HTMLimiz ichida bitta atributimiz bor. Bu atribut lang, ya'ni language hisoblanadi. Default holatda n o'rnatiladi buni. Demak, bu nima qilib beradi bizga? Lang atributi sahifadagi asosiy tilni brauzer va tizimlarga bildiradi. Ya'ni qanaqa tizimlar? Mana misol uchun deylik, ko'zi ojizlar uchun screen readerlar bor. Shunday modullar bor. Demak, sahifada ochiq turgan sahifadagi mavjud matnni o'qib berish modullari bor. O'qib beruvchi modullar bor. Bu modullar qaysi tildaligini agar avvaldan bildirib qo'yilsa, demak o'sha tilda aniq talaffuz bilan o'qib berar ekan. Agar bu noto'g'ri tanlanadigan bo'lsa, misol uchun deylik, ingliz tilida o'rnatilgan fransuzcha misol uchun matn bo'lsa, ingliz tilida o'rnatilgan, lekin fransuzcha matn bo'lsa, yoki bo'lmasam bega fransuzcha tilda o'rnatib, bega inglizcha matn qo'yadigan bo'lsa, yoki boshqa matn qo'yadigan bo'lsa, demak o'sha fransuz talaffuzida o'qib berar ekan. Keyingi yordami buni language keyingi yordam beradigan tomon shunday iborat ekanki, mana har xil translatorlar bor, tarjimon dasturlar bor, modullar bor. Shu dasturlarga ham birmuncha yordam berar ekan. Mana misol uchun buni ko'rib o'tishimiz mumkin. Mana biz sahifamizda ikki xil tilda matn qo'yganmiz. Shu matnni demak hozir o'qitib ko'ramiz. Mana bizda hozir belgilab qo'yilgan default holatda hozir lang n turibdi, ya'ni ingliz tili ma'nosini bildiradi. Demak, ham inglizcha matn qo'ydim, ham ruscha matn qo'yganman. Hozir buni demak screen reader yordamida o'qitib ko'ramiz. Buning uchun o'ng tomonni bosib, открыть в режиме чтения o'tamiz. Demak, qayerda o'qish kerakligini belgilaymiz, o'qitamiz. The value for this property is either 1 or 2 length, percentage, or keyword values. Lengths can be any accepted CSS. Endi ruscha matnni ruscha kontentda o'qitib ko'ramiz endi. Novij God. Eto Odin is samay lubimay I dolgozdani praznikov v Meyer. Mana farqni sezgan bo'lsangiz kerak. Demak, rus tilidagi kontentni ham ingliz tili talaffuzi bilan o'qib eshittirdi. Endi buni o'zgartiramiz. En o'rniga mana misol uchun deylik, fransuz tili deb qo'ydik. Yangilaymiz, sahifani o'qitib ko'ramiz endi. Belgilaymiz, o'qitamiz. The value for this property is either 1 or 2 lengths, percentage, or keyword value. Length can be any accepted CSS uni, M, PX. Mana eshitdingiz. Endi ruscha kontentimizni o'qitib ko'ramiz endi. Novij God, Eto Odin is Sami Lubimi Dolgozdani Prazdenikov v. Endi keyingisi, bizga keyingi yordam berayotgandim. Tarjimonlar uchun, misol uchun Google tarjimonlarimiz bor. Shu tarjimonlar uchun bizga birmuncha yordam beradi. Mana misol uchun deylik, hozir tilni o'zgartiramizda ingliz tilida qo'ydik, yangilaymiz, tarjima qilamiz.
PVC na o'zbek. Buni anglizga chiqadi o'z-o'zidan to'g'ridan to'g'ri. Chunki biz buni inglizchada belgilab qo'yganmiz. Tilni tanitib qo'yganmiz. Bu quyidagi matnda ingliz tilida berilayotganda oldindan belgilab qo'yganmiz. Yoki bu yerimni ru deb qo'ygan bo'lsam, rus tilida men matnlarimni deb belgilab qo'ygan bo'laman. Narsani demak yangilaydigan bo'lsam, matnlar joyiga qaytdi. Endi tarjima qiladigan bo'lsam, mana ko'rib turibsiz, rus tilida chiqdi. Bu tomonda o'zbekskiy degan, ya'ni o'zbekcha tarjima qilayotganini bildirib turibdi. Demak, lang shu ikkita narsani bildirar ekan, ya'ni screen readerda yordam berar ekan va tarjimon dasturlarda yordam berar ekan. Keyingisi head. Ko'rinmaydigan lekin muhim qism hisoblanadi. Demak, HTMLdan keyin head qismi boshlanadi odatda. Head qismi ko'rinmaydigan lekin muhim qism hisoblanadi. Demak, sahifa nomi, kodlash turi, moslashuv, CSS ulash, seva ma'lumotlar demak joylashtirilgan ekan. Sahifa nomi demak, shu sahifaning nomini yozishimiz mumkin. Mana misol uchun mana joyda ko'rinadigan nom. Keyingisi kodlash turi UTF-8. UTF-8 nima? Bu matnni kompyuter qanday saqlashi va ko'rsatishini belgilovchi kodlash tizimi. Oddiy qilib aytganda, harflar, raqamlar va belgilar kompyuterda qanday kod bilan yoziladi, shuni UTF-8 belgilaydi. Demak, UTF-8 misol uchun tanimaydigan belgilar bo'lsa, mana boshqa belgilar paydo bo'lib qolishi mumkin. Bundan bir nechta belgilar qo'yishimiz mumkin, lekin ayrimlarni qo'ydik. Mana misol uchun aytyaptiki, dunyoning deyarli barcha tillarini taniydi. Unda nimalar bor? UTF-8 nimani qo'llab-quvvatlaydi? Demak, lotin harfining barcha harflari, katta kichik harflari, kirill, arab, xitoy, emojilar, maxsus belgilar, raqamlar va hokazo. Buni hammasini bu taniydi va kodlaydi. Agar bu tanimagan belgilar bo'lsa, mana boshqa harfli belgilar paydo bo'lishi mumkin. Demak, UTF-8 shuni belgilab berar ekan. Keyingisi badiiy. Foydalanuvchi ko'radigan hamma narsa, matnlar, videolar, rasmlar, har xil formalar va hokazo va hokazo biz ko'rishimiz mumkin bo'lgan barcha narsa demak bodyning ichida yozilar ekan. To'liq minimal HTML tuzilma quyidagicha demak doctype. Buni bildik nima ekanligini, demak HTML 5 standart ekanligini bildirar ekan. Demak HTML o'zi demak shu sahifani qobiq hisoblanar ekan. Head buni bosh qismi deyiladi odatda. Demak bu yerda qo'shimcha ma'lumotlar yozilar ekan. Shu sahifaga tegishli bo'lgan qo'shimcha ma'lumotlar yozilar ekan. Badiiyda demak tana qismida foydalanuvchi barcha ko'rish mumkin bo'lgan ma'lumotlar kontentlar yozilar ekan. Aytilyaptiki, bodydan tashqarida foydalanuvchi ko'radigan element bo'lmasligi kerak deb demak alohida yozib qo'yilgan ekan. Keyingisi meta taglar. Bu sahifa haqida qo'shimcha ma'lumot beruvchi taglar. Meta taglar vazifasi sahifa kodlash turini belgilar ekan, mobil moslashuv boshqarilar ekan, qidiruv tizimlariga ma'lumot berilar ekan, brauzer ishlashi sozlanar ekan. Demak, meta taglar head ichida demak yoziladi. Ya'ni shu sahifa haqida demak ma'lumotlar kiritilar ekan. Demak, buning ichida kodlash turi, viewport bu deganda demak bizning sahifamiz faqat biz shu sahifani qaysi kompyuterda yaratgan bo'lsak, shu kompyuter o'zida ochmaymiz. Internetga qo'yganimizdan keyin turli xil hajmdagi qurilmalarda ochiladi. Masalan, kimdir telefonning hajmlari har xil, kimdir noutbukda, kimdir kattaroq ekranda, kimdir kichikroq ekranda ochgan paytda demak shu ekranga moslashuvchiligini belgilab beruvchi demak meta tag ekan. Keyingisi description, sahifa tavsifi. Shu sahifa haqida qisqacha ma'lumot yozilar ekan. Mana misol uchun deylik, HTML asoslari bo'yicha onlayn dars. Avtori, shu sahifaning avtori kim ekanligi, undagi nima title va aytib o'tdim, shu sahifani nomi sarlavhasi ekan. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Turli fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyalarda yozing.